Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz qo'ygan pena bo'laklaridan qurilayotgan obyektimizga keldik. Bir kichikroq obzor qilgani. Mana juda ham ajoyib proyektda qilingan uy ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana ichiga burchakdek terildi, mana armatura tashalib xuddi mana shu shaklda quyiladi. Mana xuddi mana shu shaklda davom ettirib quyiladi. Bu armatura ikkita tashlanibdi, buni 3 ta yoki 4 ta tashlansa maqsadga muvofiq yanada yaxshiroq bo'ladi. Proyektimizga lekin gap yo'q. Juda ham chiroyli proyekt bo'libdi. Zakaz qilaverasizlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilsalaringiz zakazlarni qabul qilaveramiz. Like bosib bitta-bitta like'larni bosib tarqatib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar.